ushbu smartfonlarni faqatgina hozir xarid qilish kerak. Chunki bu smartfonlar narxi tushmaydi, oshadi xolos endi bu yog'iga. Chunki bu smartfonlar flagman segmentda bo'lib, O'zbekistonga olib kirish uchun rastam o'sha qilinadigan bo'lsa, yana ham qimmatroq kiradi. Bu smartfonlarni biz chegirmada 435 dan qo'yardik, $460 kamga sotilmaydigan telefonlar, ishoninglar, uzog'i 20-15 kun ichida bu smartfon narxi 500 dan oshib ketadi va bugun bu smartfonni olgan odam afsuslanmaydi va bu smartfonlar hammasi A+ sarafanlari olinmagan, haqiqiy elegantni qaranglar mana, yangi deb turibdi. Bunaqa bironta nuqtasi yo'q. S22 Ultra'ni bironta joyda topishingiz juda qiyin masala. To'g'ri, petnoliklari bizda A-liklari 370-360 gacha bor. Lekin har doim sifatni qadrlovchi mijozlar to'g'ri tanlov qilgan bo'ladi va o'sha mijozlar baraka topadi. Inshaalloh bizning mijozlarimiz sifatni qadrlovchi mijozlar bo'lgani tufayli biz faqatgina eng tiniqlarini zakaz ko'rsatamiz va bizga qo'ng'iroq qilsalaringiz A- ham bor.